Hozir men Neotouch kompaniyasidaman va kompaniya asoschisi Davlat aka Mo'minov qarshimizda turibdilar. Aka aynan nimaga ilmiy dargohlar va ofisli interaktiv doskaga o'tishyapti. Hozir bilasiz, 21-asrda yashamoqdamiz, ya'ni texnologiya asri desak ham bo'ladi. Interaktiv doskalarni tanlashdan maqsad maktab o'quv dargohlarida shu darslarni interaktiv tarzda o'tkazish, tushunarli qilib, vaqtni tejash. Tashkilotlarga keladigan bo'lsak, endi prezentatsiyalar, taqdimotlar o'tkazasiz. Ular tushunarli bo'lishi kerak. Mana ko'rib turgan interaktiv doskamiz, qulaylik tomonlari mana ko'rib turibsiz. Mana bu yoqda mavzu yozdim deylik, endi to'ldirdik, endi nimadirlar yozdik-da, endi to'ldi. Endi buni xohlasak, shu joyini o'zida, masalan, bu shuchasini o'chirsak ham bo'ladi. Hech qanaqa kuch talab qilmayapti. Oddiygina texnologiya ko'rib turibsiz. Endi deylik, doskamiz to'ldi. Doskamiz to'ldi, lekin buni o'chirib tashlashimiz kerak emas. Buni qachondir yana o'sha nimalarga ko'rsatishimiz kerak. Deylik, va mana shu bittagina tugmani bosasiz, mana sizga yangi doska ochildi. Shunda narigi yozilgan narsa hammasi o'chib ketdimi? Yo'q, aksincha, o'chib ketmaydi. Siz orqaga qaytganingizda yana o'sha holat turadi. Xohlaganingizcha 10 ta ochasizmi, 20 ta ochasizmi, farqi yo'q. Doskangiz o'sha turgan holat turaveradi. Doska ochildi. Bir vaqt davomida, masalan, qaysidir mavzuni shunga mos video ko'rsatmoqchi. Brauzerni bosasiz, oldingizda oyna ochilib turibdi. Bemalol kiring, xohlagan saytingizga kirib, o'sha kerakli informatsiyani shu doskani yopmasdan turib siz ko'rsatishingiz mumkin. Xohlasangiz mana bu yoqda 4 kishilik, 3 kishilik, 2 kishilik. Ikkalamiz chiqdik, mana nimadir misol yechamiz, siz ham ketaverasiz. Men shu yozganimni sizga o'tib keta olmayman. Bu yoqda, bu yoqqa dars tugaganda skanировать knopkasini bosasiz, ya'ni bu yoqda QR kod shakllanadi. Buni shunday qoldirasiz, o'quvchilar dars tugadi, QR kodni skaner qilishadi. Nima dars o'tirgan bo'lsa, hammasi telefonlariga saqlanadi. Timer qo'yishingiz mumkin. Misol yechish uchun. Eng qiziq tomoni zapis ekran qilishingiz mumkin. Mana shu yerda bo'layotgan nima qilayotgan bo'lsak, yozamizmi, chizamizmi, hammasi mana saqlanib qolib video tarzida yozib olinadi. Bunda mana 48 megapikselli AI kamerasi bor. 8 ta massivli mikrofon turibdi. Mana. Hozir agar siz 10 kishi turadigan bo'lsa, har bitta odamning ovozini alohida bu o'zi nima deydi, raspoznavать qiladi. Albatta, siz ham ilmiy dargohlarga va maktablarga ushbu interaktiv doskadan qo'ydirishingiz menimcha to'g'ri bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki quyidagi raqamlarga telefon qilinglar. Davlat akam o'zlari sizlarga javob beradilar.